Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz. Yana bir xonadonda eshik romlarini o'rnatib bitkizgan akamizga Ekependan oq profil 2 qavat oyna solib berganmiz. O'rtada ochiladigani bor. Ichiga padakonliklar ham qo'yilgan. Tayxuda. Bu taraflariga ham bitta bir qanotli eshik, ikkita forchkalar qo'yilgan. Chiroyli qilib qo'yib berganmiz. Bu tarafida ham bor, mana 3 ta rom bor. Xuddi nari tarafni ko'rinishi bilan bir xil. İşte sifat xudo xolasa chotki chiqqan. Ko'rishinglar mumkin. Oldi tarafiga ham ikkita rom qo'yganmiz. O'rtada eshigini boshqa narsa qildiraman degan uchun qo'yilmadi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa aloqadamiz, pastda nomerlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Vodiy bo'ylab xizmat qilamiz. 5 yil servis xizmati ham bepul bizda akalar. Bemalol telefon qila olasizlar.